har bitta taom og'zingizda esingizda qolsin. Buni shu farzandlaringizga ham o'rgatasiz. Xo'sh. 32 marta bekorga chaynash kerak deyilmaydi. Qancha uzoq chaynalsangiz, ya'ni suli bezlaringiz siz o'ylaysizki, oshqozonimga tushsa hazm bo'ladi. Yo'q. Bitta luqma 32 marta chaynalish kerak dedingizmi hozir? Hozir kimdir 32 marta chaynayaptimi? Chaynamaydi-da. Lekin men birinchi marta eshitishim mana sizga bitta misol keltiraman. O'sha siz ikkita burger olingda, siz bitta burger oling. Misol tariqasida aytaman. Bir sinab ko'ringlar, eksperiment qilinglar. Mana admetka qilish esda chiqmasin. O'shanda siz tishlab yeng. Siz ozgina olib chaynab yeng. Bir eksperiment qilib ko'ringlar. Xo'sh, keyin ko'rasiz. Siz o'sha burgerga mundoq emas, mana bunda to'yasiz. Bu. Ha, Maydalab yegani uchun. Maydalab chaynab yegani uchun. Chunki hazm jarayoni bu yerda emas, mana bu yerda boshlanadi. O'sha mana shu yerda siz uzoq chaynagan saringiz qancha maydalasangiz, suli bezlaringiz ishlaydi, o't yo'liga ajralishni boshlaydi va sizning ovqatingiz to'qlik hissi bo'ladi.